Isroil Tehron shimolidagi magistral suv quvuriga zarba berdi. Eron energetika vazirligi Press TV telekanali bir necha shikastlangan mashinalar va kuchli suv bosgan ko'chalar aks etgan videoni e'lon qildi. Eron Tashqi ishlar vazirligi rahbari so'nggi 48 soat ichida 22 ta davlat rasmiysi bilan telefonlashdi. Eronning Mashhad shahridagi aeroport ustida tutun ko'tarilmoqda. Ommaviy axborot vositalari Isroil harbiy havo kuchlari Eron sharqidagi Mashhad aeroportida yoqilg'i tashuvchi samolyotga hujum qildi deya xabar bermoqda Isroil armiyasi. Trump Isroil va Eron o'rtasidagi urushni to'xtatish ustida ishlayotganini ma'lum qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti har ikki davlat kelishuv tuzishi va harbiy harakatlarni to'xtatishi kerakligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda bu masala bo'yicha ko'plab qo'ng'iroqlar va uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Men Hindiston va Pokistonni kelishuvga erishishga majbur qilganman. Bu holatda AQSh bilan savdoni vosita sifatida qo'llab, muzokaralar jarayoniga sog'lom fikr olib kirgandik. Ikki buyuk yetakchi tezda qaror qabul qiladi va qurolli harakatlarni to'xtatdi deya esladi AQSh prezidenti. Eron Isroil hududiga yana raketa hujumini boshladi. Raketalar Hayfa, Tel Aviv va Ashkelondagi nishonlarga yo'naltirilgan deya xabar bermoqda IRIB agentligi. Sahal Tehrondagi Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi shtab-kvartirasiga zarba berdi. Ommaviy axborot vositalari Isroil harbiy havo kuchlari, shuningdek Tehrondagi parlament binolari, Eron razvedka vazirligi, politsiya qo'mondonligi va harbiy havo kuchlari shtab-kvartirasiga ham zarba berdi deya xabar bermoqda Isroilning 9-kanali.